Bugun sizlarga shu pirog tayyorlanishini ko'rsatib bermoqchiman. Mikserimizni eng baland skorostga qo'yib, tuxum bilan shakarimizni yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ketidan margarinni solamiz. Keyin sut solamiz. Keyin unimizni ozginasini solib ko'pirtiramiz. Keyin kakaolarimizni solamiz. Kakaolarimiz yaxshilab aralashganidan keyin razrыхлитель solamiz. Keyin qolgan unlarimizni hammasini solib, yaxshilab bitta massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Men shunaqa keks idishida qildim. Sizlar boshqa idish ishlatsanglar ham bo'ladi. Idishimizni yaxshilab yog'lab olib, hamma massamizni idishimizga qo'yib olamiz. Shunaqa menga o'xshab yaxshilab qimirlatib duxovkaga 180 gradusga 40-35 minutga qo'yib, shunaqa pishirib olamiz. Pirogimiz ozgina sovigandan keyin shunaqa ustini krishka qilib kesib olamiz. Kesib olgan joyimizni alohida olib qo'yib turib, keyin pirogimizni o'rtasini shunaqa o'yib olamiz. Biza buni ichiga hozir krem bilan, mevalar bilan to'ldirishimiz kerak bo'ladi. O'yib olganimizdan keyin tortimizni propitka qilamiz. Bo'lmasam, yonlari quruq bo'lib, qattiq bo'lib qoladi. Propitka uchun bizga sgushonka bilan qaynoq suv kerak bo'ladi. Hamma yog'ini yaxshilab propitka qilib, suvga to'yintirib olamiz. Keyin ichiga men banan soldim, banan bilan klubnika soldim. Sizlar xohlagan mevalarni solsanglar bo'ladi, o'zingizga yoqgan. Mevalarimizni tayyorlab olganimizdan keyin tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Men bu tortga faqat cheez krem ishlataman, chunki kesilganda o'zini formasini qattiq ushlab turadi. Qaymorli krem qiladigan bo'lsanglar, ozgina vaqtdan keyin u yumshab, yoniga oqib ketadi. Cheez krem bo'lsa har doim formasini ushlab turadi. Shunaqa ko'rganinglardek eng tagiga krem, meva, yana ustidan yaxshilab krem qilib olamiz. Krishkasini yopib, shunaqa shokoladni ganash qo'yib olib, ustini xohlaganinglardek bezatsanglar bo'ladi. Hamma retseptlarni kommentariyada yozib qoldiraman.